Assalomu alaykum. Bugun Qo'qon universiteti Andijon filialiga oliy toifali psixologimiz Azizaxon Tashxo'jayeva tashrif buyurdilar. Bugun o'zlarini shukronalik kurslari bo'yicha Andijonda barcha ayollari va universitetimiz xotin-qizlariga o'zini bilimlari bilan bo'lishdi. Bu bilimlardan barchamiz kuchli energiyaga boy bo'lib chiqdik. Endi kelgusida oyda 2 marta Qo'qon universiteti Andijon filialiga tashrif buyurib, o'quvchi va professor o'qituvchi ustozlar uchun o'zlarini bilimlarini bo'lishga va'da berdilar. O'ylaymizki, bu bilimlaridan barcha bahramand bo'ladi. Shukurlikda qolmadik, qani turdik